Yuqori texnologik operatsiyalar bepul desam ishonasizmi? Xuddi shunday operatsiyalar bugundan boshlab Kompas klinikasida yo'lga qo'yildi. Tibbiy sug'urta jamg'armasi asosida davlat byudjetidan bepul operatsiyalar o'tkaziladigan kasalliklar ro'yxati bor. Ular buyraklarda gidronefroz, obstruktivniy uretrogidronefroz, reflyuksli uretrogidronefroz, qovuqda, buyrakda siydik yo'llaridagi buyrak tosh kasalliklari, uretra klapani, gipospadiya, epispadiya, yashirin olat xuddi shunday kasalliklar jumlasiga kiradi. Agar sizlarda yuqorida aytib o'tilgan kasalliklar bilan aziyat chekadigan bo'lsangiz, tibbiy sug'urta asosida Kompas Hospital klinikasida bepul operatsiyalar yo'lga qo'yildi. Buning uchun siz yashash joyingizdagi poliklinikadan elektron yo'llanma asosida Kompas Hospital klinikasini tanlaysiz. 6 ish kunida sizga qog'oz shaklida yo'llanma beriladi va bu yo'llanma bilan Kompas Hospital klinikasida operatsiyalar, davolash, oziq-ovqat, yotoq hammasi bepul davlat byudjeti hisobidan qoplab beriladi. Agarda sizning farzandingiz tug'ma urologik xastaliklardan aziyat chekadigan bo'lsa, yuqori malakali mutaxassislar va yuqori texnologiyalar bilan jamlangan Kompas klinikasiga murojaat qiling. Sizning dardingizga birgalikda shifo topamiz.